Siz azizlarga va menga hammamizga Ibrohim Adham rahmatullohi alayhini nasihatlarini aytib bermoqchi edim. Qanday qilsak tavba qilib gunohlarga qaytmaymiz, buni o'rgatgan ekanlar. Bir kishi kelib, "Men Alloh taologa gunoh qilsam tavba qilaman, keyin yana o'sha gunohni qilib qo'yaman" dedi. Yana tavba qilaman, yana qaytib qo'yaman. Shunday tavba qilsam edimki, shu gunohlarni qilmasligim uchun nima qilsam bo'ladi deb so'radi. Aytibdilarki, "Alayka bi khamsi hisal litakuna min ahli tavba va litatruka al-ma'asi." Senga debdilar 5 ta narsani o'rgataman. Shu 5 ta ishni qilsang, gunohlardan tiyilasan, tavbada turasan, tark qilasan. 5 ta narsani o'rgatdilar. Shu tavsiyani beryapti hozir siz bilan bizga. Birinchi tavsiyani aytibdilarki, "İza aradta an ta'siyalloha", modomiki sen Allohga gunoh qilmoqchi ekansan, "Fala taqul min rizqillahi" dedi. Unda Allohning rizqini yemay turgin dedi. Allohning rizqini yemasdan turib keyin o'sha qilgan gunohni qilgin. Haligi odam subhanalloh dedi. Kifada qanday bu? Hamma yo'q Allohning rizqi-ku meni olayotgan nafasimgacha. Qanday buni tark qilaman diyordi. Ibrohim Adham aytdilarki, Allohning rizqini yeb turib bo'lmasa sen qanday gunoh qilmoqchisan dedi. O'zingga shu savolni berdi. Allohning rizqini yeb turib keyin qanday gunoh qilmoqchisan bo'lmasa dedi. Qilmoqchi bo'lsang rizqini yema. Buni ilojisi yo'qmi? Demak gunohdan tiyiladi. Ikkinchi tavsiyani aytdilar. "İza aradta an ta'siyalloha fabhad an ardil laysat lillahi fa'asihi hunalik." Agar gunoh qilmoqchi bo'lsang, unda Allohning mulki bo'lmagan joyga chiqib ket, yerdan chiqib ketdi, o'sha joyda gunoh qil dedi. Haligi kishi yana subhanalloh, qanday bo'ladi bu? Ana qilib men chiqib keta olmaymanki, butun yer va osmonning mulki lillahi mulkus samawati val ard. Yer va osmonning mulki Allohniki bo'lsa qanday qilaman buni deganida, Ibrohim ham, "Ey banda, Allohning rizqini yeb, Allohning yerida turib bo'lmasa qanday qilib gunoh qilmoqchisan" dedi. Uchinchi tavsiyani ayting dedi. Aytdilarki, "İza aradta, agar Alloh taologa gunoh qilmoqchi bo'lsang, shunday bir joy topkinki, Alloh u yerda seni ko'rmasin" dedi. Ya'ni Alloh ko'rmaydigan joyga borib qilaver dedi. Yana haligi odam subhanalloh, qanday qilib Alloh taolo butun yer yuzidagi har bir narsani ko'rib turgan bo'lsa, qanday qilib men bu narsani qila olmayman deganida, yana aytdilarki, "Ey banda, Allohning rizqini yeb, Allohning yerida yurib, Alloh qayerda bo'lsa seni ko'rib turganini bilib turib, qanday qilib gunoh qilasan bo'lmasa?" U odam yana so'radilar, yana davom etdi.